Xabaringiz bor, 21-27 aprel kunlari mamlakatimiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-Respublika kitobxonlik haftaligi o'tkazilmoqda. Qo'shko'pir tumani axborot kutubxona markazida ham haftalik doirasida tadbirlar tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tadbirda tuman hokimligi vakillari, ijodkorlar, faol kitobxonlar hamda yoshlar ishtirok etdilar. Bayramona bezatilgan Ziyo maskanida kitobsevarlar uchun maxsus ko'rgazmalar, yangi nashrlar taqdimoti, yosh ijodkorlar chiqishlari namoyish etildi. So'zga chiqqanlar kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, yuksak ma'naviyatli insonlar jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlashdi. Tadbir doirasida eng faol kitobxon nominatsiyasi bo'yicha g'oliblarga faxriy yorliq va sovg'alar topshirildi. Yosh ijodkorlarning she'rlari tinglandi. Ayniqsa, maktab o'quvchilari tomonidan sahnalashtirilgan adabiy kompozitsiyalar tomoshabinlar qalbidan chuqur joy oldi. Bu haftaligimizda yozuvchi shoirlarimizni xotira kechalari, kitob taqdimotlari o'tkaziladi. Barcha tumanimiz aholisini, barcha yoshdagi tumanimiz kitobxonlarini, yoshlarimizni, uyushmagan yoshlarimizni hafta mobaynida o'tkaziladigan tadbirlarimizga taklif qilib qolamiz. Tadbir davomida ishtirokchilar kitoblar olamiga sayohat qildilar. Ko'rgazmalarda nafaqat badiiy adabiyotlar, balki ilmiy ommabop kitoblar, bolalar adabiyoti, tarjima asarlar ham namoyish etildi. Haftalik doirasida kitob taqdimotlari, mushoiralar, shoir va yozuvchilar bilan ochiq muloqotlar, eng zukko kitobxon tanlovi, kitobxon oilalar festivali kabi ko'plab qiziqarli tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu esa xalqimiz, ayniqsa yoshlar orasida kitobga bo'lgan mehrni kuchaytirish, mutolaaga bo'lgan intilishni oshiradi.